Hozir ko'rsatgan uyimni juda ham ko'p odam mendan so'rashdi. Yangi proyektlarimizni bitdi deb stories qo'ygan edik. Juda ham ko'plar so'rashdi. Qayerda joylashgan, nechta pul, mahallamizdan ko'ringlar. Zo'r mahalladan, zo'r hovlilar bizda hozir sotuvga chiqyapti. Sirат aytib ketaman maydoni. 3 sotuvdan podrяд 3 ta qurilgan va 4 sotuvdan bitta qurilgan. Eng kattasi mana shu bo'ladi. Hozir ko'ramiz. Yo'li 6 metr qilingan. Bemalol ikkita mashina qo'ysanglar ham bo'ladi. Hech kim bir-biriga xalaqit qilmaydi. Eng glavnisi uyimiz juda ham sifatli chiqqan. Bu yoqqa darvoza qo'yaptilar hozir juda ham такой шикарный domofonlari bilan deganlar umuman kirmaydi. Xo'p, sizlar bilan hozir mana shu uyimiz obzorini ko'ramiz. Sal video uzunroq bo'ladi. Menimcha qiziqqanlar uchun juda ham qiziqarli va foydali video bo'ladi. Endi mana bu ko'ringlar. Katta qilingan 4 sotuvligi bilinib turibdi. Hamma 3 sotuvli bir xil maydonga ega. Hammasi ichi ham, hammasi bir xil, faqat ularning hovlisi sal kichikroq va mana shu xona yo'q. Xo'p, kirishimizda bu xona bitta дополнительный zal qilingan. Bu yoqni bemalol mягкий zona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Uyimizning ichida ham отдельный bitta zal bor, stol uchun. Mashina qo'yish uchun joy вообще bemalol. Bu yoqda bitta sanuzul tashalgan. Uyimizning fasadi juda ham chiroyli chiqqan. Yonib turibdi, qaranglar. Ichlarini ko'rsanglar вообще mazza qilarsiz. Shuning uchun videoni o'tkazib yubormasdan, xudo xohlasa, oxirigacha ham ko'rsanglar, полностью ko'rsatib ketaman. Zelen zonalarimiz tayyor bo'lib turibdi. Podvalimiz bor, 14 ga 4 podvalimiz. Bu yerda yozgi oshxonasi. Kechasi, lekin освещение вообще dodasini qo'yganlar. Yarki va chiroyli bo'lib turadi. Ko'p kuttirmayman, ketdi uyimizning ichlarini ko'ramiz. Menimcha eng kaprizni odamlarga ham bu uyimizning remonti va dizayni yoqsa kerak deb o'ylayman. Uyga kirishimiz bilan chap qo'lda katta mягкий zona uchun mo'ljallangan hol qismimiz. Bu yerda panoramli oyna shunday hovliga qaraydi. Qaranglar. Stroyniy mebellar, televizor qo'yish uchun joy. Elementarniy mana prixожий mebellar qilingan. Bu yoqda bo'lsa oshxona qismi. Oshxona qismi katta qilingan, bemalol o'stirib ham qo'ysanglar bo'ladi, stol-stullar ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shunaqa video qarab o'tirasizlar. Zo'r, joy bemalol yetarli. Okamlar hamma ana melish detallarga e'tibor beradilar. Mana shunaqa biralarni qo'yganlar. Bu ham misol uchun qo'ymasa ham bo'ladi, lekin juda ham chiroyli, bagati bo'lib turibdi. Bu yoqda zal qismi. Zal ham katta qilingan. Buni bemalol stol-stul zona qilsangiz, hovlidagi zalni mягкий zona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yoqda ham prixожий mebellar qilingan. Bu yoqda bo'lsa, birinchi daraj uchun общий sanuzol katta qilingan bu ham. E'tibor beringlar, zo'r ishlangan hamma narsasi. Va birinchi daraj uchun bitta spalniya xonamiz. Bu ham keng qilingan va orqa hovliga chiqib ketadigan bu yoqda eshigimiz bor. Bu yoqda endi kerak narsalarni olib chiqib qo'ysanglar ham bo'ladi yoki bir stol qo'ysanglar ham o'tirsanglar bo'ladi. Keng qilingan orqa hovli. Xo'p, birinchi darajani ko'rib bo'ldik. Endi ikkinchi darajaga chiqamiz. Bu yoqda kladovka, kir mashina uchun joy ham shu yerda bor ekan. Ikkinchi daraja qurish mana shunaqa oyna qilingan. Zo'r, uyimizga yanada chiroy beradi. 330 kvadratga yaqin yashash maydoni. Menimcha bu rosa katta deb o'ylayman. Chunki kichkina xonani o'zini ko'rmadim. Xo'p, ikkinchi daraja chiqar ekanmiz. Keng koridor qilingan. Общий 4 ta xona va 3 ta sanuzol. Davomchi bu yerdan boshlaymiz. Spalniya. Kengisi. Общий sanuzol, qaranglar sanuzolni. Dahshat. Yorib yuboribdilar, lekin remont gap yo'q. Bu yoqda yana bitta spalniya. Va bu spalniya ichida o'zini komfort bo'lishi uchun sanuzol qilingan. Xo'p, dal yuramiz. Yana bitta spalniya.
O'rtada balkon qismi. Xo'p, oxirgi xonamiz. Yana bitta master spalni. Sezgan bo'lsanglar, har bitta spalning o'ziga yarasha dizayni bor. Boshqacha chiqqan. Mana bu yoqda ham o'zini отдельный sanuzo'ya zo'r stil qilinibdi. Gap yo'q. Okamgilar detalliga yetganimda zo'r e'tibor berar ekanlar. Tan olish kerak, uyimiz zo'r chiqqan, katta, hamma kerakli narsalari bor. Uyimiz juda ham chiroyli. Agarda shu uyimizni Shahramondan kirganda emas, sal buyoqroq Yunusobodda bo'lganda, menimcha bir 500 mingdan baland bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki bunaqa maydondagi uylar shahar ichida rostagazim hozir qimmat turibdi. Fikrlarni kommentariyada qoldiringlar. Uyimizning narxi va hamma informatsiya opisaniyada bo'ladi. Eslatib o'taman, to'ru 3 sotuv maydonga ega. Yashash maydoni 330 kvadratga yaqin. 4 ta yonma-yon hovlimiz bor. Hamma informatsiya opisaniyada bo'ladi va telefon orqali informatsiya olsanglar bo'ladi. Bemalol любой payt kelib ko'rsanglar ham bo'ladi. Qiziqlar aloqaga chiqinglar, bizani kuzatishda davom etinglar.